Xorazm viloyatida xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Urganch shahri va Xivadagi texnikumlar bazasida xorijda talab yuqori bo'lgan kasblarga qisqa muddatda o'qitish, xalqaro sertifikat berish va munosib ish o'rinlariga yo'naltirish tizimi yo'lga qo'yildi. E'tiborlisi, sertifikat olgan mutaxassislarga Yevropa davlatlarida $3,5 oylik maosh taklif etilmoqda. Dastlab shu haqida. Migratsiya agentligining Xorazm viloyati hududiy filiali, Kasbiy ta'lim agentligi hamda Latviyaning nufuzli sertifikatlash markazi hamkorlikda yangi tizimni ishga tushirdi. Urganch shahridagi 2-son texnikumi va Xiva shahar politexnikumi bazasida fuqarolar talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish yo'lga qo'yildi. Bizning markazimizda 3000 dan ortiq chet elda mehnat faoliyatini olib borish istagida bo'lgan fuqarolar o'qib, nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan. O'qishga qabul qilish tartibi bu xorijiy davlatlar tomon talabnomasiga asosan migratsiya agentligida kelib tushgan parametrga asosan qabul qilinadi. Urganch shahridagi 2-son texnikumi qoshida tashkil etilgan qurilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash markazida xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolar 3 ta yo'nalishda o'qish imkoniga egalar. Eng muhimi, bu yerda o'qishni tamomlab, xalqaro sertifikat olgan mutaxassislar Yevropa davlatlariga rasmiy ravishda ishga joylashmoqdalar. Xorijiy ish beruvchilar tomonidan bunday mutaxassislarga 2000 dan 3500 AQSh dollarigacha bo'lgan yuqori oylik ish haqi taklif etilmoqda. Latviyaning Riga shahrida joylashgan sertifikatlash markazi bilan 2025-yil oktyabr oyida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu imzolangan memorandumga asosan xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz uchun ISO 9606 xalqaro sertifikati uchun ham nazariy, ham amaliy o'qish jarayonlari davom etmoqda. Paymentlash yo'nalishi bo'yicha ushbu yo'nalishni muvaffaqiyatli tugatib, xalqaro sertifikatini qo'lga kiritgan fuqarolarimizga Yevropaning Latviya, Estoniya va boshqa rivojlangan mamlakatlarga migratsiya agentligi hamda xususiy bandlik agentliklar orqali tashkiliy, xavfsiz, tartibli ravishda ishga yuboriladi. Kurslarning o'quv dasturi 1 oylik jadallashtirilgan tizimdan iborat bo'lib, unda 70% amaliyot va 30% nazariya, shuningdek, xorijiy til integratsiyalashgan holda o'rgatiladi. Men Hakim Sanjar, 22 yoshdaman. Avvaldan payvandchilikka qiziqardim. Hozirda hujjatlar bu yerda to'liq bo'lmaganligi sababli bu yerda Network xususiy bandlik agentligi tomonidan o'qiyapman, malaka oshiryapman. Ta'lim olib bo'lganimizdan keyin ISO sertifikat berishadi va bu ISO sertifikat orqali biz Yevropada ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz va doimiy band bo'lamiz. Ma'lumot uchun, xorijda ishlash istagida bo'lgan, ammo moliyaviy ko'makka muhtoj fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida ushbu o'quv jarayonlari xarajatlari migratsiya agentligi tomonidan moliyalashtirilmoqda.